Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Tinchi. Bugungi sana xudo xolasa 4-aprel ishni boshlaganmiz. Ertalab 9 da kelgandik. Bugun soat 12:20 gacha ishlaymiz. Keyin shu bilan 16:00 da masjiddan qaytamiz. Shu vaqtlarni mo'ljallab kelinglar. 16:00 dan 21:00 gacha yana ishimizni davom ettiramiz. Shu oralig'ida o'rtada soat 12:20 dan 16:00 gacha biz ofisda bo'lmaymiz. Kim kelmoqchi bo'lsa shu vaqtlarni mo'ljallab kelinglar. Aviakassadan tashqari yana dokumentatsiya bo'yicha ham shug'ullanyapmiz. Kim bilmaydi yoki biladi, SNILS bilan INNN o'zi besplatna narsa. O'zlaringiz MFCga borsangiz SNILS qilib beradi va nalogiga borsangiz INNN qilib beradi. Besplatna u. Agar kim bizdan qilib bergan bo'lsa, 2500 so'mdan qilib beramiz. Ulardan tashqari patentlarning narxi 31500 rubldan. Barcha ma'lumotlar uchun Aviakassa Shah Travel pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar va pasport prava perevodlarga ham shug'ullanamiz.